Assalomu alaykum aziz o'rtoqlarim, aziz podpishchiklarim. Mana bugun 6-iyun muborak juma, Qurbon bayram kuni anaqa marojnaxonani oldiga keldik, lekin biz pingvinga boramiz. Prosta nima? Mana odam gavjum, o'shani olib qo'ymoqchiman. To'g'ridan ketamiz pingvinga. Ay. Mana Manzura bilan keldik. Yana nima mukban qildim bilishini qo'yib beraman, xudo xolasa. Video kechroq mana. Salqinda yurishim kerak, labim anaqa qilganman-ku, gialuronka. Salqinda yurish kerak, quyosh nurlari tegmasligi kerak labimga. Olinyaptimi? Mana. Bugun bayram, Qurbon hayit, odam gavjum. Soat necha bo'ldi ekan? Hamma joyda marojna, faqat men pingvinga oshiq bo'lib qoldim. Pingvinning marojnasiga. Ani qizchadan soat so'ray. O'zimdan ham bor telefon erinyapman. Soat necha bo'ldi telefonda? 1:20. Ha, 1:20 bo'libdi. Men 11:30 yo'lga chiqdim. Mana 2 soatdan beri yuribman. Piyoda yuribman, alhamdulillah. Maza qilib ishimni zapravka qildim. Nima bilan? Bilishi bilan, bilinchlik bilan. Mana meni olib qo'ying. Manzura bir-birimizni olib yuramiz. Manzura bilan pingvinga ketyapmiz. Nima qildi? Hech nima qilmaydi. Shoshilib ketdi, nima ham Manzura. Hamma marojnaxonada ishlashyapti. Ha, marojnaxona ishlayapti. Makkalar ham chiqdi. Ha. Makkalarimiz. Mana Dom kultura, sariq bino Dom kultura, madaniyat uyi. Men yemayman. 9 ming ekan kukuruza. Yo'q, men yemayman. Mana. Shabada bo'lyapti. Bugun ertaga salqin bo'ladi havo, keyin yana nima bo'lib ketadi. Как раз labimga, yurishimga havo salqin bo'lgani juda menga qulay. To'g'ridan ketaveramiz, podzemniy переходdan o'tamiz, pingvinga chiqamiz, xudo xolasa. Mana o'zim ham ko'rsatib qo'yay lablarimni. Dushanba kuni qildirdim. 1 milligram $100 ga 1.300 mingga. Maftuna salon krasatida qildirdim. Og'ridi, rosa og'ridi. Keyin kech payt ortofen degan tabletka ichdim, obezboливающий. Keyin ertasi kuni sal qaytdi og'riqlari, lekin 3 kundan keyin nimasi atyoklari qaytdi. Mana bugun 4-kuni. 3 kun ko'chaga chiqmadim. Bugun mana oyog'im chiganlar yozilsin deb mazza qilib chiqib, mana o'ynab yuribman Manzuraxon bilan. Korzinkani oldim. Eski sumimiz bormi? Ha, eski sum bo'lgan, bывший sum. Mana. Mazza qilib mana dam olishib o'tirishibdi. Ayollar. Quyosh. Ay. Sochlarim yana oqlari o'sib qolibdi. Yana safar bo'yayman, xudo xolasa. Kechagina yurdim. Kraskasi chiqib ketdi. Oh. Alhamdulillah. Ay, nimada yiqilib tushdim, bro? Xudo saqlasin. Samarqandda yiqilib tushibdi. To'g'ridan pingvinga boramiz inshaalloh. Mana shu nima yoshlar saylgoh tugashi bilan podzemniy переход keladi, o'shadan o'tamiz. O'ng tarafda pingvin, marojnaxonasi. Mana ajibichi nimalar. Nima deydi? Mana Ahmad Al-Farg'oniy nomli oromgohi, park imeni Al-Farg'oniy. Fandan yoqilmagan qarzlar bor shekilli, nimagadir yoqishmayapti. Issiqdi kunida. Mana shu bog'imizdan prямо ketaveramiz. To'g'ridan ketaveramiz. Mana Korzinka, mana sentrdagi Korzinka. Ey, chaqiryapti. Mana Ahmad Al-Farg'oniy oromgohi o'zbek tilida. Park imeni Al-Farg'oniy. Biz esa to'g'ridan ketamiz. Shu oftob bo'lgani uchun ko'pchilik nima bilmaydi shekilli, o'tda pingvin borligini.
Mana to'g'ridan ketaveramiz. Ama juda mazali marojnasi. Boshqa unaqa marojna hech qayerda yemadim. Endi quyosh bo'lgani uchun qiynalamiz aqqa borish uchun. Mana nima? Chortovo koleso. Shabada bo'lib turibdi, alhamdulillah. Manzur ham orqada olyapti odamlarni. Mazza shabada bo'lib tursin endi. O'xti. Alhamdulillah, Xudoga shukr. Birinchi bilan bilishni yeb oldim. Endi shirinlik desertiga, marojni, xudo xolasa, ochiq bo'lsa bo'ldi baxtimizga. Manzur kelyapti orqadan. Eski nima ishlamaydi ekan, Chortovo koleso. Bu orqaroqda yana bor yangi Chortovo koleso ishlaydi. Oh, mazza shabada. Mana shu yerda chinorlar bo'lganda zo'r bo'lardi. Quyosh bo'lgani uchun odamlar u tarafga borgani erinishadi, ili adresi bilishmaydi shekilli. Pingvinda. Ama kech payt borish kerak. U manzura kelyapti orqadan. Ana qurilish bo'lar ekan bu yerda ham. Ekskavator deydimi? Mana oz qoldi, xudo xolasa. Nimadan o'tib olsak? Anaqadan, podzemniy переходdan. Quyosh labini to'sib olayim, deb qilib quyosh nurlaridan to'sib olish kerak ekan. Gialuronik kislotani ishib ketadi yo'qsa. Mana nimamiz? Chortovo koleso faqat ishlamaydi. Biz Samarqandda yurishibdi jichi bolalar. Ana, podzemniy переходga yaqinlashdik. Jichilar maza qilib yurishibdi. Elektriskiy Samarqandda. Olaman shu nimani ko'rsatay, adresni mana podzemniy переходdan o'tamiz. Yetarki ochiq bo'lsin. Ata kelganimizga yarasha. Ro'parada pingvin. Inshaalloh bayramlarda ochiq bo'ladi-yu, hammasi ochiq-u. Ana jichi bolalar maza qilib Samarqandni yeyishyapti. Davay, mana ro'paramizda yo'lda nari taraf nima pingvin, mana. Yaxshi. Yer to'la. Men o'tgan safar deb olaman. Ana xotinga 2000 yeb qo'ysam. Ajratib qo'yavering-da. Yana ikkita qopti. Yo'lda ikkitasiga ham berdim. Bo'yab olishim kerak. Uyga borib bo'yasda. Bir hafta bo'lgan olib qo'yganimga. Ay, uxlayapsizmi? Men safar yo'llarimiz hamisha behtar bo'lsin. Hop, Allohu akbar. Aytganingiz kelsin. Hop. Amin. Achkin sekin yetsam bo'ladi. Salqinga tushdik. Manzura bilan nima kelyapmiz? Qaytishda nimaga? Qaytishda nima? Shopga kiramiz ekan. Manzura narsa ko'rmoqchi. Men olmayman shopga. 4 shtapni tiktirib qo'yganman, yetadi. 1-2 yil yetadi. Bismillahirrohmanirrohim. Mishig'im kelmayapti, 2 qatorda tug'adigan opa. Kelmayapti, bir-ikki tug'dimikin deyapti. Tug'ib nima qilib keladi? Yemizib yotish kerak ekanmi? Desa kelmana mishig'im chiqadi. Ay, labim to'sib olib, nimadan quyoshdan. Mana yangi nimani 19 ming paketim oldim. Ana nimani ko'rsatmadik. Ko'rsatamiz nimaligini. Bu besetka bor ekan, Pepsi. O'sha ichi kabinka. Mana pingvinga keldik, mana yo'ldan o'tdik. Mana yana salqingina joyimizga o'tiramiz. Ay. Mana pingvinga keldik. Знаменитый pingvinga keldik. Assalomu alaykum.
idishga berasizlar. Menga chiroyli idishga bering, mukbang qilaman-da o'zimga. Uni o'tgan safar shunga berishdi. O'tirasizmi? O'tirib, yo'q, olib ketaveraylik. Ha, iltimos, bunda olaman. O'tgan safar mazza menga bu yoqdi. Ha, 10 mingdan solasiz. menga 15 ming. Menga 5 ming qo'shib berasiz, 10 mingim bor. Mana, sal yeb qo'yaylik. Mana. Balonlaring malinami nima u? Qizillari nima u? Malina. Ha, qo'shib berasiz? Yo, pullimi? Bunga marojnaga solasizmi? Ha. Pullimi? Bepul. Ona pulli yomg'ir bo'ladi. Menga qancha edi? 2000 so'm. 1400 qo'yani 2000. Bu 4000, qolganlar 2000 mana. Bu besplatni deyishdi. Aha. Pishdimi marojna? Menga 150 gram. Menga 150 gram. Xo'p, o'tgan safar bola boshqa asmena bo'ladimi? Almashib turadimi? O'tgan safar Noziroq bola bor, uzunchoq. Ha. Akangizmi? O'rtamiz. Mana rosa maqtadik, kelinglar deb подписчиklarimga. Rosa shirin ekan. Keyin boshqa joydan marojna oldim, yoqmadi. Ha? Ha, o'tgan safardek. Shirin bo'lsin, plombirga o'xshagan. Mana. Voy, mazza, salqin, hali joyimizga o'tirsak-a? Ha. Ha, kutamiz ham pishmabdi hali beri. Bola kartadan ham olib qo'yasizmi? Kartadan ham olasizmi? Lik bersa, nima bo'ladi? Yo'q, kartam bor edi. Lik yo'q. Kartadan ham. Bunaqa terminal deyapti. Terminaldan chiqib. Naqdingiz bormi? Ha, bor ekan naqd. Просто so'rayapti, kimga kerak bo'lsa. Men siz общий siz 100 gram, ha? Men 150 gram. Ha. Naqd bersalar yaxshi bo'ladi. Ha? Naqd bersalar yaxshi. Naqd berasiz. Qancha bo'ldi общий? Men buni qo'shaman. И ana malinka qo'shib yuborasiz. 10 ming berdingizmi? Ha, men berdim 15 ming, menga 5 ming qo'shasiz. Xo'p. Oldin pulini berib qo'yamiz. Ha, berib qo'yavering, bermay o'tiraveramiz, gaplashib. Ana. Pingvin, знаменитый pingvin. Menga bondan qo'shib berasiz. Keyin buni bepul ekan malinalaring. Ha, malina, sok. Свежая malina. 15 ming marojna sodir olsin. Sizga 100 gram. Menga 10 ming. Ha, menga 150. 10 ming. Bu opamga 5 ming. Ha, bu qizga 100 gram, 25 ming bo'ladi o'tgan safar. Ha? Ana, men narxlar ko'rsatib qo'yaylik. Kokteylar 24 ming, maxita. O'zimiz olib ketaylik. Sразу o'tirib nima qilamiz? Mukbangimizni boshlaymiz. Hali biz joyda hech kim yo'q. Buga odam gavjum. Gazvada yo'q. Bersilik bor. Mana bunaqalar ham gazmadalar yo'q. Lipton choy bor ekan. Ona. Qachdi 3 mingdan olamiz. Lipton choy ichsangiz-chi? Bitta o'ziga olib oling, men chanqamganim yo'q. Meniki 150 gram adashmaysiz-a? Ha. Ay, o'tgan safar esingizmi? Stiklanniga qilib beradi. Mayli, bu ham bo'laveradi. Qaysi biri 150 gram? Mana ko'proq-a? Mana. Rossiya bayqashlar. Meniki bu. Ha. Mana, ha, evet. Mana подписчиklarim sizlar mana shunaqa qiliblar. Mazza ko'pgina qilib berdi Ali bolachi. Ko'pgina. Joyda yemayapsizmi? Ha, mana shu nima? Vaqti yer edi, boshqa deymiz. Boshqasi yoqmayapti. И malinka ham ozgina. Ha, ustiga. Bu bepul ekanmi so'rtoqlari? Ha, u bepul. O, вообще desert bo'ldi. Korolevskiy. Ha. Amanita arturasiz-a? Ha. Hali eski joyimiz yaxshi edi. Hech kim yo'q, tinch edi u chekkaroqda. Men avvalo tezroq bo'lasiz-a? Ha. Mana, mazza, meniki 15 ming mash hammasi turishi. Xo'p, ashaqa borib turaman. Eski joyimizga boraman. Odam kam o'sha yerda. Mana, bugun odam gavjum ekan nimada? Pingvinda. Rosa shirinda. Voy, havosini qaranglar, mazza, Shahmardonning havosi. Mana daraxtlar, mazza. Shikardos yerlar. Ha, biz joyda hech kim yo'q ekan. Ketdi, ashaqa boraman. Bismillahirrohmanirrohim. U to'rda o'tirdim o'tgan safar. Ana, yaqinroq deb matn o'tdim. Mana qaranglar, daraxt qaranglar, mazza 250 chinorlar. Ana,
Здравствуйте. Mana shu bizning joyimiz o'tgan safardagi mukbang qilib sizlarga ko'rsataman hozir, aziz o'rtoqlarim. Nimami? Mana atrof. Ha, kelavering. Nima Manzuraxon? Voy, mazza salqinligini aytmaysizlarmi? Oh my god. Ha, eski joyimiz bizni kutib turibgan ekan, qarang. Bizni beklab turibdi. Ay. Yana nima qilaman? Buni qoldim 5000 ga aziz o'rtoqlarim, xuni 5000. Burada kerak qoladi. Hop, nimani ovali? Sen söyle. Soat 1:35 bo'pti. İkinci telefonumda. Ha, marojna ko'rsatib qo'yib. Nimaniki ozroq 100 gram. 10.000 nima yong'oq bilan, meniki 15.150 gram. Shoshilmasdan. Bodom, meniki mix. Ha. Ko'tarib ko'rasiz. Yo'q, stakanga qo'yacağım. Mana menga bunday qilib turing, ha? Baklashkasi yaxshi bo'ldi. Hop, hop. Rahmat. Boshqalarni ham olib turaveraymi opa? Ha, yetarli. Qarang, telefon o'tdim. Odamlar kelyapti hamma. Rosa bugun gap uchun bayram bo'lgan. Kelaveryapsizlar. Ishlatib olganingizni. Ay, bo'pti. Hozir nima yangi olaman ekan.